Telefonda, именно iPhone'larda ekran nastroykadan agar xato chiqmasa, bu ekranni almashtir degani emas. Sababi biz hozir mana bu original ekranni chipini olib, Xitoy ekranga mana shunaqa shliflari bo'ladi. Shunga payat qilib joylashtiramiz. O'shanda bu Xitoy ekranni xuddi originaldek ko'radi telefon. Hech qanaqa xato chiqmaydi. Almashganini ham hech kim bilmaydi. Lekin bu ekran original emas. Original ekranda mana bunday ko'rinishda bo'ladi, shlifda. Mana o'sha ekranimiz. Chipini qo'yadiganimiz. Nastroyka. Hech qanday xato yo'q. Akkumulyator almashgan. Lekin ekranni almashganligi to'g'risida hech qanaqa nima yo'q. Ошибка yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Bu soft OLED ekran. Kachesasi yaxshi, mana turtonlari ham ishlayapti.